Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Guliston sovxozi degan joyimiz bor. Bolakani uyi 200 kvadratdan nari berisida ikkita xonasini hozircha qilinmadi. Umumiyda 200 kvadratlik uy. Shu uyni xudo xolisa yakunlab oldik. Bu yerda ham xuddi o'shanaqangi har doimgidek biz o'zimiz ishlab chiqqan, o'rganib, mukammal holatga yetkazgan tizimimiz. Samoxod tizim, gibrid, to'bilipolni ham, nasosni ham hammasini shu samoxodga ulaymiz. Endi sababini ko'pchilik o'ylab ko'rsa tushunadi. Ishlab chiqqan joylarimiz bor, ular yaxshi bilishadi. Anchadan beri bu narsani tatbiq qilib yuribmiz. Shu tizimda mana hozir tom qismi yana. Nima yerdan xudo xolasa kat yo'lda o'zimiz kat yo'lgacha o'zimiz yasab qo'yib beramiz biz. Shuningdek sarson bo'lmasligi uchun xudo xolasa hammasini bitta odam javob berishligi uchun shu joydan kat yo'l bo'ladigan. Undan keyin bu qo'shiladi. Radiatorlarga hammasiga mana shu holatda mana kulollarni berib olganmiz. Ko'rinishda ketgan bu. 26 metr, 28 metr shuni atrofida sentral kamiz bor. Mana bu sentralni podacha bo'ladi. Mana shunday qilib chiqish kerak buni. Balansni ushlash kerak. Ko'pchilik Pavok, Leningradskiy deb yuribdi-yu. Bu tizimlar bu tizimda oldida ip eshalmay qoladi umuman. Chunki noiloj variantlar bular. Leningradskiy, Pavok yana qolgan tizimlar bular. Soyuz davridagi tizimlar bular. Mana bunday qilib qilish kerak buni. Mana bu haqiqiy o'zimizni ishlab chiqqan samoxodimiz. Past haroratda nimaga bunaqangi holatlar desangiz, bu yerda juda ko'p narsalar bor. Kimga alohida ma'lumot kerak bo'lsa, ustagalargami yo boshqa birovga telefon qilib so'rashsa, aniq-tiniq ma'lumot berib olamiz. Sababi uyda ichi 65 gradusdan oshmagan holda oxirgi radiator ham birinchi radiatordan oxirgi radiatorgacha bir xil bo'lishlikni ta'minlash 100%. U bo'ladi degan gap emas. Ko'rmoqchi bo'lgan akalarimiz mana Guliston sovxoziga yaqin odamlar bo'lsa, kelib ko'rishaversin. Necha gradus bo'lsa ham, kat yo'lga berilgan gradus 50 bo'ladimi? Uyda o'tirish harorati 45 mi, 65 mi? Bir xil stabilni samoxod aylanadi bu tizimda. Mana shunaqangi tizim. Hammasi standart qilib bir xil uklonda berilgan har bir metriga. Расширительный bak oxirida telefon tashlab qo'yganmiz. Ko'pchilik расширительный bakda mana bundaqangi mana eski Leningradskiy tizimni buzib tashladik. Mana bu yerda bo'lgan rashbak mashinga o'xshagan deb o'ylaydi ekan, yo'q. Расширительный bak отдельный tema. Bir vaqt bo'lganda u haqida ham aniq-tiniq ma'lumot berib ketaman. Asli qanday bo'lish kerak расширительный bak. Faqat suvni toshganini olmagandan tashqari qanaqa ish bajarish kerak, u haqida ham ma'lumot berib o'tamiz xudo xolasa. Hozircha shu tom qismi, past qismlarida adashmasam qo'ydik. Sog' bo'lsinlar. Xo'p, bu shu uyimizning past qismi. Ya'ni bu kat yo'lxona. Biz уже plan qilib olganmiz, qayerga nima tushadi. Mana bu joyimizga boiler qo'yamiz. Bu joyga kat yo'l qo'yamiz. Kosveniy boiler, ya'ni ariston emas. Mana bu resirkulyatsiya qilib bitta joydan tarqatib yuboramiz. Hammasiga chiqarib qo'ydik. Xudo xolasa kat yo'lni yasab olsak kelamiz. Mana bunday bo'lib ketyapti bular. Mana shu holatda uni yurgizib yuborganmiz. Izolyatsiyalarni qalin qilib o'rab qo'yganmiz. Bu radiatorlar bitta to'pla bateriya o'ta yuqori, buni taglarini izolyatsiya qilib yuborganmiz bularni. Xudo xolasa yakuniga yetkazib olamiz. Ko'rinishda bo'lganlar. Shunday qilib qo'yib chiqamiz. Hammasini. Umumiyda mana shu. Общий. Bitgan uyga qilinyapti, bitta oshcha zoqa yetmaydi. Hammasi chiroyli chiqadi. Даже qanday ulangani birovga umuman zarar bermaydigan holatda. Hammasi sifatli bo'ladi.